Qozog'istonda yana bitta TEM obyekti foydalanishga topshirildi. Jetsu viloyatidagi gidroelektrostansiya mintaqadagi 18-muqobil energetika obyekti bo'lib, u Qo'ra daryosi o'zanida joylashgan. Mazkur loyiha mamlakat energetika sohasini samarali rivojlantirish strategiyasining bir qismi. Viloyatda uni ishga tushirish uchun 10 milliard tenge investitsiya jalb qilindi. Ekspertlar fikricha, yangi gidroelektrostansiya viloyatdagi taqchillikni kamaytiradi, elektr ta'minoti sifatini oshiradi, ekologik vaziyatni yaxshilaydi. Мощность станции 26 мегаватт, средняя многолетняя выработка 25. Stansiya quvvati 26 megawatt, yiliga o'rtacha 95,5 gigawatt soat quvvat berishi mo'ljallangan. 21 ta ish o'rni beradi. Energiya umumiy tarmoqqa qo'shiladi. Stansiyada navbatma-navbat kecha-kunduz ish tinmaydi. Xodimlar uskunalarni va GES ishini nazorat qiladi. Barcha jarayonlar xalqaro standartlarga mos. Uskuna Avstriyadan keltirilgan, sifat kafolatlangan. Международным стандартам оборудование австрийское, то есть высококачественное оборудование. Ta'kidlash lozimki, Jetsu viloyatida yil oxirigacha 20,5 megawatt quvvatga ega 2 ta GES ishga tushiriladi. Tiklanuvchi energetika loyihalari xususiy investitsiyalar hisobidan ro'yobga chiqarilyapti.